Bugun O'zbekiston yetakchisining bevosita tashabbusi bilan mahallaga katta imkoniyat va vakolatlar berilib, 7lik tizimi joriy qilingan. Bu tizimni yo'lga qo'ya olgan mahallalar tom ma'noda mahalliy hokimiyatga aylana olyapti. So'zimiz quruq bo'lmasin, real natijalarni keltiramiz. Yaratilgan imkoniyatlar hisobiga 7000 ta mahalla meva-sabzavot, gulchilik, asalarichilik, tikuvchilik, mebelsozlik, savdo va servis kabi 15 ta yo'nalishga ixtisoslashdi. 3326 ta mahalladagi 50% xonadon bu tizim bilan qabrab olingani uchun 1,5 million oilaga barakali daromad kirdi. Ayniqsa iqtisodiy driverlari to'g'ri tanlangan mahallalar iqtisodi yuksalib, bugun jaydari qilib aytganda aravasini o'zi tortyapti. Mahallasining binosini ham, maktabini ham o'zlari qurib olishga xohish va imkon topmoqda. Oltiariq tumanining Azimobod mahallasi to'g'risida ana shunday fikr bildirib faktlar keltirish mumkin. Bu mahallada takroriy ekin ekib 1 gektar yerdan 400 million so'm daromad olayotgan tomorqachi-yu 1 gektar maydondagi uzumini 50 ming dollarga sotmayotgan fermerlar ham bor. Eng quvonarlisi, chetga ketgan mahalla yoshlari bugun oilasi bag'riga qaytib, mahallasida ishlab, qozonini qaynatyapti. Oltiariq tumanining Azimobod mahallasi tuman markazidan olisda, Markaziy Farg'ona cho'llari hududida joylashgan. O'z nomi bilan cho'l hudud bo'lgan bu maskan yangi O'zbekistondagi hayotbaxsh islohotlar sabab bugun mutlaqo boshqacha qiyofada. Qisqa muddatda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratsak, eng avvalo 1977-yilda qurilgan va nurab borayotgan mahalla binosiga hashar yo'li bilan yangi nafas olib kirildi. 7lik uchun zamonaviy sharoitlar yaratildi. Shundan keyin mahalladagi asosiy muammolar yechimiga parallel kirishildi. Bir paytning o'zida tashabbusli byudjet loyihasi asosida mahalladagi 12 kilometrdan ortiq ichki yo'llar asfaltlashtirildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning maktabgacha ta'limga qamrovini oshirish uchun hashar yo'li bilan hududdagi 22-bolalar bog'chasi uchun 260 o'rinli qo'shimcha zamonaviy bino qurildi. Mahalla 7ligi atrofida jipslashgan faollar va aholi farzandlari ta'lim oladigan 26-umumiy o'rta ta'lim maktabini kengaytirish tashabbusi bilan chiqishdi. Ushbu maktab 680 o'ringa ega bo'lib, amalda 950 nafar o'quvchi 2 smenada ta'lim olar edi. Tabiiyki, qo'shimcha to'garaklar olib borish, o'quvchilarning darsdan keyingi vaqtlarini mazmunli va foydali o'tkazish uchun imkoniyat kam edi. O'g'il-qizlarning sifatli ta'lim olishlariga shart-sharoit yaratish maqsadida 10.5 milliard so'm mablag' evaziga homiylik asosida maktab uchun qo'shimcha bino qurildi. Binoda 12 ta o'quv xonasi va qo'shimcha texnik xonalar bunyod etildi. Natijada ushbu o'quv dargohi 1160 o'rinli ta'lim maskaniga aylandi. Albatta, bugungi natijalarga o'z-o'zidan erishilmadi. Davlatimiz rahbarining tadbirkorlikni rivojlantirish, yerdan unumli foydalanish, ishlab chiqarish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishlari tufayli biz shu kunlarga yetib keldik, deydi mahalla faollari. Muhtaram prezidentimiz yaratib bergan sharoitlardan kelib chiqib, tepadagi rahbarlar pastga tushdi. Oldingi rahbarlarimizni ko'rmasdik, idoradan chiqishmas edi. Bizning rahbarlarimiz kelishib, labbe deb yordam berishdi. Bitta narsaga xursand bo'laman. Viloyat hokimi xalq hashar bilan shuncha narsani qilsa, nima uchun men qarab turishim kerak edi? 500 million so'm pul berdi. Bizga bu 500 million pul maktab qurishimiz uchun xamir turish bo'ldi. Shunday ishlar amalga oshirilgandan keyin shunday mahallamiz ahillashdiki, bitta gapda aytsangiz, labbe deb javob beryapti. O'zini konstitutsiyaviy burchi bo'lgan soliq to'lovi bo'yicha. Soliqda viloyat hokimi shunday tashabbus bilan chiqdiki, kim birinchi o'rinlikni olsa, viloyatda shu 6 oy mobaynida kim birinchi o'rinlikni olsa, shunga katta mukofot beramiz deb e'lon bergandan keyin keldik mahallaga tushuntirdik. Navbat turib soliq to'lashdi. Biz 1 yillik solig'imizni 6 oy mobaynida to'lab qo'ydik. Buning natijasida biz birinchi o'rinlikka erishib, viloyat hokimining yana 500 million pulini olishga erishdik. Muhtaram prezidentimiz ham yaratib berayotgan sharoitini qarang, mahallalarda endi 3 milliarddan pul beramiz. Biz mana bundan ruhlanib, bundan yana bir zavq olib, endi xudo xolasa kelajakda 120 o'rinlik hamma sharoitlarga ega bo'lgan katta bir shifoxona xudo xolasa qilamiz. Xalq labbe deb javob berib tursa, davlat bunaqa e'tibor berib tursa, qanaqa qilib ishlamaysiz?